Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men Kirpo'latov, sizlar Uchebniy Center App kanalini kuzatyapsizlar. Ushbu videomiz ko'plarni qiynayotgan muammo SIM karta rasmiylashtirish haqida bo'ladi. SIM karta olish bugungi kunda juda ham dolzarb muammo. Kimdirlar bundan xabari bor, kimdirlar esa xabari yo'q. Xabari yo'qlarni bitta ogohlantirish 1-iyul 25-yil sizni SIM kartangiz ham o'chib qolishi mumkin. Agar siz gosuslugi, SNILS, bankovskaya karta va MFCda o'sha nomerni tasdiqlamagan bo'lsangiz, tasdiqlanmagan vaqtincha aeroportlarda kimdirlarning nomiga olingan SIM kartalar 1-iyuldan o'chadi. Iltimos ogoh bo'ling. Kim agar hozir yaqin Rossiyaga kirib ketildi SIM karta ola olmay qiynalib yurgan bo'lsa, sizlarni ushbu videoni oxirigacha ko'rishlaringizni iltimos qilaman. Bu videoda qanday SIM karta rasmiylashtirish, qayerga borish, qanaqa dokumentlar kerak, qancha vaqt ketadi, qancha pul ketadi, qanday qilib o'zim mustaqil bepul rasmiylashtirsam bo'ladi degan mana shu 6 ta savolga to'liq javob beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, iltimos. Videoni oxirida sizlar uchun tayyorlab qo'ygan bepul qo'llanmamni joyini aytaman. O'zlaring olib o'sha qo'llanma orqali bepul SIM karta rasmiylashtirishlaring mumkin. Sizlardan bitta like, kommentariy. Biz videoni boshladik. Поехали. Grantga kirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Biz Uchebniy Center App Moskvadagi ofisimizga 16-mart kuni, yakshanba kuni master-klass o'tkazyapmiz. Imенно byudjetga kirmoqchi bolalar uchun. Telegram kanalimizda qilingan oprosda 130 kishi javob berdi, что byudjetga kiraman deb. Bizda 130 ta joy yo'q, kechirasizlar. Atiga 30 ta joyimiz bor. Ofisda ham 30 ta joy, byudjet joylarimiz ham shu 30 atrofida. Shuning uchun shoshilinglar. Hammalaringni xohlovchilarni grantga o'qishga kirmoqchi bo'lgan akalar, ukalar, opalarni 16-mart kuni o'zim konsultatsiyada qabul qilib kutib olaman. Ko'rishguncha. Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Bo'lmasa boshladik. Aziz yurtdoshlar, SIM kartani rasmiylashtirish uchun 5 ta dokument va 3 ta joyga borib kelishimizga to'g'ri keladi. Bu joylar gosuslugi, pensionniy fond va bank. Mana shu 3 ta joyga borishimizga to'g'ri keladi. Dokumentlardan bizga esa email, pochtamiz, pasportimizning perevodi, bankovskaya karta va SNILS. Mana shu dokumentlar kerak bo'ladi. Endi qarang. Qadamma-qadam, bosqichma-bosqich tushuntirishga harakat qilaman. Birinchi navbatda telefoningizni olib email, Gmail, iCloud.com farqi yo'q. Любой bir plashatkada elektron pochta registratsiya qilasiz, rasmiylashtirasiz. Keyin esa pasportingizni notariusga borib perevod qilasiz. Mana shu ikkita dokumentni mustaqil hammamiz qila olamiz, qo'limizdan keladi. Perevodimiz qo'limizda, pochtamiz bor, pochtamizga dostup, самый главный dostup, u pochtaga kira bilish, login, parolimiz bor. Mana shu ikkita dokumentni olib MFCga yoki pensionniy fondga borib SNILS rasmiylashtiramiz. SNILS bu bizning identifikatsion nomerimiz. Davlat tomonidan berilgan nomerimiz. Tushunyapsiz? Siz ushbu nomer bo'yicha pensionniy fond to'laysiz. Ushbu nomer bo'yicha katta-katta davlat grantlarida qatnashsangiz, ushbu nomeringiz bo'yicha sizga pul ajratilishi mumkin. Emailimiz bor, perevodimiz bor, pasportimizni, SNILSni qo'lga oldik. Mana shu 3 ta dokument bilan Sberbank yoki Alfa bankka kelamiz. Chunki Sberbank yoki Alfa bankning filiallari, ochiq joylari ko'p. Moskva va Sankt-Peterburg, Moskovskiy oblast yoki Rossiyaning boshqa shaharlarida. Iloji boricha mana shu ikkita bankni tanlaylar, chunki bu banklarning filiallari ko'p vaqt ishlaydi va klientlarga, mijozlarga xizmat ko'rsatish yuqorida. Tinkoff bo'ladimi deganlarga, ha, bo'ladi, no 50-50. Tinkoffni juda taklif qilishmayapti ushbu sohada. Ko'proq Sberbank va Alfadan foydalanishyapti yurtdoshlarimiz. Pochtangiz bor edi, pasportingiz perevodi bor, SNILSingiz bor, bankka keldingiz, bank xodimi sizni identifikatsiyadan, biometriyadan o'tkazib, sizni sifatlaringizni, sizni ovozlaringizni hammasini baza данныйga yuklaydi. Va pulingizga karta beradi. Обязательно Sberbank kartasi yoki Alfa banki telefoningizga Sberbank yoki Alfa banki приложениясini yuklab beradi. Endi aziz yurtdoshlar, qo'lingizda приложение bor, bank kartasi bor, biometriyadan o'tdingiz,
snilsingiz bor, pasport переводingiz bor, pochtangiz bor. Mana shu hamma narsalaringizni olib, gosuslugiga kelib, gosuslugiga qaytga kelib, bilmaysizmi gosuslugiga qaytdaligini? Rostdan bilmaysiz. Mana ekranda chiqdi gosuslugining surati, bu MFC. MFCga keldingiz, dokumentlaringizni berdingiz, kartangizni ko'rsatdingiz, приложениеңizni ko'rsatdingiz. Gosuslugi ochib, gosuslugi xodimi sizni identifikatsiyadan o'tkazadi. Gosuslugidan chiqib, to'g'ri borib, MTS, Beeline, Megafon farqi yo'q. Qaysi biri sizga qulay, qaysi biri arzon, qaysi biri hamyoningizga to'g'ri keladigan bo'lsa, borib sim kartani olishingiz mumkin. O'ylaymanki, maksimal sodda, chiroyli, qisqa tushuntirib berdim. Tushunmaganlarga Telegram kanalda PDF fayl qilib, qadam-qadam yozib, o'zbekchalab solib qo'ydik. Telegramga o'tib, skachat qilib olinglar, do'stlaringizga jo'natinglar bu videoni. Aziz yurtdoshlar, bilinglarki, bu yangiliklar bizni faqatgina yaxshi tomonga chorlaydi, biza o'zimiz mustaqil dokument rasmiylashtirishga o'rganamiz. Qo'rqinchli joy yo'q. Sizni hech kim hech narsaga majburlagan yo'q. Mana shu qadamlarni bosqichma-bosqich bajarsangiz, oxirida bemalol sim karta sohibi bo'lasiz. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, sizlardan like, tushunmaganlar обязательно kommentariyada savollaringizni yozinglar. Keyingi videolarda men harakat qilib, ochib, qanday qaqa bosish kerak hammasini tushuntirib beraman. Yana bir marta aytaman, Telegramda bizda instruktaj bor. Bepul kirib skachat qilib olib, Telegram kanalimizdan. Shu o'qib chiqib, o'zingiz rasmiylashtiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.